Siz hozir bu videoni ko'ryapsiz, lekin nima uchun? Bir o'ylab ko'ring-a. Siz bu videoni qidirganmidingiz yoki u shunchaki qarshingizdan chiqib qoldimi? Keling rostini gaplashaylik. Hozir soat necha? Tun yarmi bo'ldimi yoki ertalab hali o'rningizdan turmasdan, ko'zingizni ochib-ochmasdan birinchi bo'lib qo'lingizga telefoningizni oldingizmi? Tanisha? Ha, bu siz. Bu men, bu hammamiz. Siz yana bittagina video ko'raman-da keyin uxlayman deysiz. Lekin soatga qarasangiz oradan 2 soat o'tib ketgan. Siz o'zingizga va'da berasiz, ertadan boshlab kitob o'qiyman, ertalab yuguraman. Lekin ertasi kuni yana o'sha holat. Barmoqlaringiz o'z-o'zidan o'sha ilovalarni ochadi. Siz o'zingizni dangasa deb o'ylaysiz. Irodasizman deb ayblaysiz, lekin sizga bir sirni ochaymi? Ayb sizda emas. Sizni miyangizni hack qilishdi. Sizni dopamin tuzog'iga tushirishdi va eng dahshatlisi, bu tuzoq shunday qurilganki, siz undan chiqishni ham xohlamaysiz. Bilasizmi, Silikon vodiysidagi yirik ijtimoiy tarmoqlar muhandislari kimni ishga olishadi? Psixologlarni, neyrobiologlarni, kazino o'yin avtomatlarini loyihalashtiruvchi mutaxassislarni. Nima uchun? Chunki ularning maqsadi sizni ekranga mixlab qo'yish. Ularga sizning baxtingiz, muvaffaqiyatingiz yoki bilimingiz kerak emas. Ularga sizning vaqtingiz kerak, chunki vaqt bu pul. Sizning vaqtingiz ularning milliardlab dollarlik reklama daromadi. Ular slot machine effektidan foydalanishadi. Siz Instagramni yoki TikTokni tepadan pastga qarab tortganingizda, ya'ni sahifani yangilaganingizda miyangizda xuddi qimorxonadagidek jarayon ketadi. Hozir nima chiqadi? Qiziq narsami yoki bema'ni narsami? Balki like kelgandir. Bu noaniq mukofot deb atalinadi. Agar siz har doim bir xil natija olishingizni bilsangiz, zerikib qolasiz. Lekin natija noaniq bo'lsa, miyangiz dopamin ummoniga g'arq bo'ladi va siz zombiga aylanasiz. Dopamin ham ikkiga bo'linadi: arzon va qimmat. Arzon dopamin ijtimoiy tarmoqlar, pornografiya, shakar, kompyuter o'yinlari, arzon seriallar. Ularni olish oson, hech qanday mehnat talab qilinmaydi. Siz divanda yotasiz va miyangizga ukol yuborasiz, lekin bu dopaminning oqibati dahshatli. U sizni tushkunlikka, motivatsiyasizlikka va charchoqqa olib keladi. Qimmat dopamin bu kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish, murakkab loyiha ustida ishlash, til o'rganish. Bu dopaminni olish qiyin. Avval qiynalishingiz, ter to'kishingiz, miyangizni zo'riqtirishingiz kerak. Lekin bu dopamin sizga haqiqiy xotirjamlik va o'ziga bo'lgan ishonchni beradi. Endi mantiqiy savol: agar miyangiz arzon va tez dopaminni olishga o'rganib qolgan bo'lsa, u nega qiyin va uzoq davom etadigan bilimni tanlashi kerak? Javob: tanlamaydi, albatta tanlamaydi. Shuning uchun ham siz kitob o'qishni boshlaysiz, u 5 daqiqadan so'ng qo'lingiz o'z-o'zidan telefonga ketib qoladi. Chunki miyangiz aytayapti: "Ey do'stim, nega qiynalyapsan? Mana bu yerda tayyor zavq turibdi-ku." Keling atrofimizga qaraylik. Restoranga borasiz, hamma telefonda. Mehmonga borasiz, hamma telefonda. Hatto onalar farzandiga ovqat yedirish uchun uning qo'liga telefon beryapti. Bu raqamli zombi epidemiyasi. Sizning biror tanishingiz bormi? Telefonsiz 15 daqiqa o'tira oladigan yoki o'zingizcha biror navbatda turganingizda yoki liftga chiqqaningizda darrov telefoningizni kovlaysizmi? Nima uchun? Chunki siz 10 soniyalik zerikishga bardosh bera olmaysiz. Miyangiz zerikishdan qo'rqadi. Chunki zerikish bu ongingiz o'z-o'zi bilan gaplashish vaqti. Zombilar shunchaki eshitadi. Liderlar esa tizim bilan ishlaydi. Siz hozir ushbu zombi rejimidasiz va bu rejim sizning moliyaviy erkinligingizni, munosabatlaringizni va eng asosiysi shaxsingizni yeb bitiryapti. Bir dahshatli xabar eshitishni xohlaysizmi? Olimlar aniqlashicha, arzon dopaminga bog'lanib qolgan odamlarning miyasidagi prefrontal korteks, miyaning mantiqiy va irodaviy qismi kichrayib boradi. Ya'ni sizning meningiz, qaror qabul qiladigan qismingiz zaiflashadi. Siz boshqaruvni yo'qotyapsiz. Siz endi haydovchi emassiz. Siz algoritmlar boshqaradigan robotsiz. Siz 10 million topishni xohlaysiz, lekin 10 sahifa kitob o'qishga kuchingiz yetmaydi. Nega? Chunki miyangizning iroda mushaklari kichrayib qolgan. Xo'sh, yechim bormi? Albatta bor.
Biz bugun o'z sahifalarimizni yangidan yozishimiz kerak. Buning uchun sizga dopamin detox rejimi kerak. Bu shunchaki telefoningizdan voz kechish emas, bu miyangizni qayta sozlash. Birinchi qadam, zerikishni do'st tuting. Kuniga kamida 30 daqiqa hech narsa qilmasdan o'tiring. Telefon yo'q, musiqa yo'q, kitob yo'q. Shunchaki o'zingiz va fikrlaringiz. Bu miyangizdagi shovqinni tozalaydi. Ikkinchi qadam, arzon zavqlarni bloklang. Telefoningizni monoxrom, ya'ni oq-qora rejimga o'tkazing. Barcha keraksiz bildirishnomalarini o'chiring. Instagram yoki TikTokni faqat kompyuterdan ko'ring. Bu ularni noqulay qiladi. Miya noqulay narsani yomon ko'radi. Uchinchi qism, qimmat dopaminni qadrlang. Ishingizni boshlashdan oldin eng qiyin vazifani bajaring. Shunda olingan dopamin sizga kun bo'yi energiya beradi. To'rtinchi qadam, sahifalab hub bilan ishlash. Zombilar shunchaki scroll qiladi. Liderlar esa o'z bilimini tizimga soladi. Bizning botimiz aynan sizga deep work rejimiga kirishga va bilimingiz darajasini oshirishga yordam beradi. Link tavsifda va izohda. Do'stlar, dunyoda ikki turdagi odamlar bor. O'z miyasini boshqaradiganlar va miyasi algoritmlar tomonidan boshqariladiganlar. Siz hozir ko'zguga qarang. Ko'zingizda o'sha nurni ko'ryapsizmi? Yoki ular ko'p scrollingdan charchab xaralashganmi? Sizning hayotingiz bu sizning sahifangiz. Uni kim yozyapti? Sizmi yoki Silikon vodiysidagi algoritmlarmi? Bugun telefoningizni chetga qo'ying. Bir finjon kofe damlang va o'zingizga savol bering. Men aslida kimman? Siz lider bo'lishni tanlang. Arzon zavqlarni kelajagingizga almashtirmang. Sahifalab, biz sahifalarni emas, hayotimizni varaqlaymiz. Hoziroq botga kiring, birinchi kvizni topshiring va zombi rejimidan chiqing. Keyingi sahifada ko'rishguncha.